Har yili yangi yil dasturxoniga alya salat tayyorlab zerikmadingizmi? O'rnini alishtirish vaqti kelmadimikan? Ham dasturxoningiz ko'rki bo'la oladigan ham mazali salat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib kerakli mahsulotlarni qaynatib pishirib olamiz. O'zimizga qulay idish ustidan strech paketlarimizni solib, ketidan qirg'ichdan o'tkazilgan qizilchalarimizni solib, ustini mayonezlab, ketidan kartoshkani ham solib, yana mayonez qilib, ustidan o'zimizga yoqqan sirlarni ham solib, yaxshilab mayonezlaymizda, ustini tekis qilib yopib olamiz. Ustidan sabzini solamizda, ketidan mayonezni ham tekis qilib yoyib, har bitta masallig'ini solgandan keyin qo'limizdagi qoshiq yordamida yoki nimadir yordamida ustini mahkam qilib bosib yorsak, rulet qilib o'raganimizda ochilib ketib qolmaydi. Ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan tuxumni ham solib, yana mayonez qilib, bir tekisda qilib yoyib olamizda, mol go'shtimizni yumshoq joylaridan pishirib olib, pichoq yordamida maydalab, tekis qilib yoyib olamizda, ustidan xohishga ko'ra mayonez qilsanglar bo'ladi. Men mayonez solmadim va o'rtasiga anor donachalaridan to'kib, chiroyli qilib rulet shaklida o'rab olamiz. O'rayotganda bittada o'rashga harakat qilinglar, bo'lmasam teng ikkiga bo'linib ketadi. O'zim ham ozgina qiynaldim. Keyin yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Salatimiz ustini xohishga ko'ra bezatib olamiz. Menda faqat anor donachalari bo'lganligi uchun shundan foydalandim. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Sizga va oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Ana endi baho beringlarchi. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.